Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Dehqonning bir kalası bulup uzak o'tmay bu kala bir mo'zay tug'ibdi. Mo'ziyi bo'lsa boshqalar qaysining onasi, qaysining balasi ekanligini ayırayolmagudek darajada o'xshash cho'ng bo'libdi. Bir kuni dehqon bir oqilga uchrab qoldi. Hamda oqilning oldida ko'ranglagan holda ona kala bilan mo'zayni mendan boshqa hech kim farq etolmaydi deb o'zini maqtabdi. Oqil kulib turib, buning nari tas, mening ko'zimni yumib qo'ysangizmi farqlantirolmayman debdi. Dehqonning bo'lsa ishongisi kelmay bundoq debdi: agar siz qaysi ona kala, qaysi mo'zay ekanligini farqlantira olsangiz, men mo'zayni sizga sovg'a qilayman debdi. Oqil bo'lsa yo'l bo'yidagi etizdan bir g'uloch o't elib chiqib kalining oldiga qo'yibdi va dehqonga o'zining ko'zini atkizib qo'yibdi. Ondan kalining oldiga kelib ikki kalining eg'izini silabdi va eg'izida o't bari mo'zay, eg'izida o't yo'qi ona kala deb javob beribdi. Dehqon hayron qolganlikdan siz qandoq bilib oldingiz deb so'rabdi. Oqil shundoq javob beribdi: chunki ona degan har qanday vaqtda eng yaxshi narsalarni avval bolasiga berishni xohlaydi.